Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Men Nuriya Rahman. Bugun men Shveysariyaning Vali rayonidagi Verkuren degan tog'liq kentda. Hozirgi o'rnim dengiz yuzidan 1600 metr egizlikda. O'rmonlikning ichida qo'limda Anvar Abdurahimning Yozuvchilar bilan suhbat nomli kitobi. Bugun Abdurahim O'tkir apandi bilan bo'lgan suhbatning eng oxirgi bo'limini o'qib beraman. Albatta, ikkinchi bo'limni anglaganlar diqqat qildi. Ya'ni ikkinchi bo'limni bu yerda o'qib berdim. Manzillar shu qadar go'zal, shu qadar oromliq muhit. Shunga oxirgi bo'limni o'xshash yerda o'qib beray. Başlap ketdik. Sizning Iz nomli romaningiz tarixiy temada yozilgan yirik adabiy asarlar ichida alohida muhim o'rin tutadi. Bu roman to'g'risida hozirgacha nurg'un yaxshi inkaslarni angladim. Bu uning xalqning ko'ngliga yoqqanligini ko'rsatadi. Shunlashqa men bu romanning qandoq ijod qilinganligini bilishga qiziqaman. Malal ko'rmisingiz, sizdan tövendeki suallarını so'ramoqchiman. Siz proza ijodiyatini tarixiy temadan boshladingiz. Buningga qanday omillar turtki bo'ldi? Eng dastlab Temur Xalipini yozdingiz. Bu orqali qanday badiiy g'oyani amalga oshirmoqchi bo'ldingiz? Izni yozish jarayoni sizni qanday ijodiyat tajribalari bilan ta'minladi? Siz tarixiy paketlar bilan badiiy to'qilmaning munosabatini qanday bir taraf qildingiz? Iz to'g'risida qanday inkaslarni angladingiz? Bu xil inkaslarga qanday qaraysiz? Savollar ko'parak, lekin bizningmi javobga erishishni orzu qiladigan savollarda bu. Xo'sh, anglayli. Abdurahim O'tkir apandi. Men burun proza ijodiyati bilan shug'ullanib baxmagan. Lekin menda xalqimizning yaqinqi zamon tarixini badiiy adabiyot vositasi orqali yo'rtib berish orzusi bor edi. Bu xil orzu meningda 20 necha yildan beri saqlanib kelyapti. Bir millat o'z tarixini bilmasa, nurg'unlagan o'ngsizlarga uchraydi ekan. Bizning xalqimiz o'tmish tarixini bilmaydi. Yaqinqi zamon tarixini ancha bilmaydi. Ata-bovalarimiz besib o'tgan jabr jafoliq, agri to'qay yo'llar amaliyotda bizning tariximiz. Bu tarixni keyingi avlodlar aynan yoza olamdi yo'q. Bizning yeshimizmi bir yerga berib qopdi. Ko'rganimiz xeyli ko'p ekan. Shunga o'zimiz biladigan tarixni chinlik bilan yo'rtib berish zarur deb qaradim. Proza ijodiyatini tarixiy temadan boshlashimdagi sabab ana shu. Men Uyg'ur xalqining demokratik inqilobini bir butun yo'rtib berish, shuningdek Shinxay inqilobining ta'sirida Shinjongdami feodalizmga qarshi demokratik inqilob boshlanib ketganligini ifodalab berish maqsadida eng dastlabki romanimni Temur Xalipaga bag'ishladim. Chunki Temur Xalipa shu inqilobning tunji parchasi edi. Mening qarshimcha Temur Xalipadan tortib ili inqilobigacha bo'lgan inqiloblar xalqimizning demokratik inqilobi hisoblanadi. Bu 3 inqilob bir-biriga bog'lanib ketgan. Men Iz Uyg'ongan zimin qatorliq romanlarim orqali mana mushu inqiloblarning bir butun tarixiy jarayonini suratlab chiqmoqchiman. Bu orzuyimning bir qismi amalga oshib bo'ldi. Qolgan qismimi amalga ish oldida turibdi. Iz romanini qalam tutib yozishga birer yil vaqt ketdi, lekin tekshirish, o'rganish jarayoniga 10 necha yil ketdi. Men Temur Xalipa yashagan, jang qilgan joylarga, tog'larga bordim. Cho'ngi 104 yoshga, kichikragi 85 yoshga kirgan 30 necha bovay bilan ko'rishib, ularning so'zlarini xotiraga elib oldim.
Bu kishilarning ba'zilari Temur xalifaning jangchilari bo'lib, Temur xalifani o'z ko'zi bilan ko'rgan, billa o'tgan, billa jang qilgan. Men Temur xalifaning sarguzashtlarini asosan mushu odamlarning og'zidan angladim. Yozma materiallardanmi nihoyatda keng foydalandim. Mening qo'limda shu davrga Temur xalifaga doir 20 necha parcha Uyg'urcha, Hanzucha, Ruscha ham turkcha material, ya'ni kitob, maqola, shuningdek foto, surat, xarita va moddiy buyumlar bor. Bular menga ijodiyat jarayonida toza asqatdi. Meningcha iz romani muvaffaqiyatli chiqdi. Buning tüp sababi shuki, men eng avval chilliqqa ahamiyat berdim. Yasalmılıqdan, sun'iylikdan saqlandim. Mening qarshimcha tarixiy chilliq tarixda o'tgan voqealarni aynan ko'chirib qo'yish emas, balki jamiyat taraqqiyotining obyektiv jarayonini to'g'ri yakunlashni ham to'g'ri aks ettirishni ko'rsatadi. Masalan, Temur xalifa voqeasi aslida kichikgina bir voqea. Uni shu petla yozib qo'ysa chilliq bo'lamdi? Albatta bo'lmaydi. Shunga oldi bilan Temur xalifa yashagan davrni nihoyatda mukammal o'rganish kerak. Shunda qilgandala badiiy chilliq yaratqili bo'ladi. Izning ijod qilinishi bu nuqtani to'liq isbotladi. Temurni nuqsoni yo'q qilib tasvirlasam, hargizmi chin bo'lmaydi. Chunki u odam, ya'ni kelib u dehqon oilasidan kelib chiqqan odam. Shunlashqa u dehqonlarning ruhiy holatini aks ettirish kerak. Romanda tasvirlangan Temur xalifa yaxshi xislatlari bilan bizni ta'sirlantirsa, nuqsonlari bilan bizni ichindiradi. Mana bu izdagi chilliq. Men salbiy obrazlarni tasvirlagandimmi, chilliqqa hurmat qildim. Chunki yuqori tabaqadagi odamlarning hammasila yomon bo'lavermaydi. Shuningdek, to'van tabaqadagi odamlarning hammasini yaxshi degili bo'lmaydi. Personajlar tasvirida turmushning bu xil qonuniyatiga amal qilmaganda obrazlar sun'iylashib qoladi-da, kitobxonlarni ta'sirlantira olmaydi. Bu jihatda bizda ochiq tajriba saboqlar oz emas. Izda tasvirlangan Ashir Tayji, Nushrivan Tayji, Uvays Mopti, No'ruz Damulla qatorliq personajlarning hammasi yuqori tabiqining odamlari. Lekin ularning mijoz xulqi, axloqiy fazilati bir-biridan alohida farqlandi. Nushrivan Tayji bilan No'ruz Damulla adolatni yoqlasa, Ashir Tayji bilan Uvays Mopta jaholat yo'lida jon talishadi. Saypun To'xti, Qari Bosuq qatorliq personajlar emgakchilar orasidan kelib chiqqan. Ular dastlab obdan odamlar edi. Keyin razil odamlarga aylanib ketdi. Turmush degan ana shu. Shomahsud uchiq chiqqan zolim, nihoyat qora ko'ngil, lekin diniy e'tiqodi kuchli odam. Shunlashqa u nikohsiz xotin olmaydi, fohishvozlik qilmaydi. U taqvodorligi orqali oz bo'lmagan kishilarni o'ziga bo'ysundirib olgan. Shomahsud obrazidagi bu xil aloyidlik iz romanining chilliq puruqini qo'yiqlashtirdi. Meningcha, yaxshilik bilan yomonlikni ijobiy, salbiy personajlarga biroqla taqsim qilib bersak, obrazlarda individuallik bo'lmasa, hamma odam o'xshash bo'lib ketsa, u holda adabiyotmi bo'lmaydi. Xoslik qancha gavlansa, chinliqmi shuncha qo'yiq bo'ladi. Qisqasi, iz romanini yozish jarayonida turmushqa, tarixqa, faktlarga sodiq bo'ldim. Ularni buzmadim yoki yosimidim. Asar voqealigi yuz bergan davrni aynan aks ettirishga tirishdim. Ikkinchidan, xarakter yaratishga alohida ahamiyat berdim. Romandagi personajlar umuman bir-biriga o'xshashmaydi. Ularning har qaysisining o'ziga xos mijoz, xulqi, xususiyati bor. Meningcha,
asarda yaratilgan har bir shaxs ayni zamondagi Uyg'ur turmushini har qaysi nuqtalardan ro'shan yoritib beralaydi. Men personajlar xarakterini yaratish jihatda Balzac'dan, Gorkiydan jiq narsalarni o'rgandim. Tolstoyning Urush va tinchlik, Pushkinning Kapitan qizi, Lermontovning zamonimizning qahramonlari, Maudunning Tün yanganda namlıq əsərlərinin xarakter yaratish alohidaligini egalladim. Uchinchidan, romanni milliy adabiy uslub bilan yozishga tirishdim. Do'ramchilikdan qat'iy saqlandim. Shunga uning uslubi yengil, ommabop, tili oddiy ham ixcham chiqdi. Men bu asarni yozish jarayonida behuda ushshaq tasvirlarga berilib ketmadim. Peyzaj, ya'ni peyzaj degan gap, portret tasvirlariga faqat zo'rur, tegishlik bo'lgan joylardala qalam tavratdim. Men romanchilikda Uyg'urlarning psixik aloyiligiga loyiq uslub yaratishni quvvatlayman. Mayadagi peyzaj degan gap amaliyotda shu manzira degan gap, bu shu fransuzcha, inglizcha gaplarga pek o'xshaydi ekan, Uyg'urchani peyzaj deb oldi ekanmiz amaliyotda. Biraz su ichib olay. Sayranglar, sayranglar. Jiq sayranglar. To'rtinchidan, izni yozish jarayonida xalq tilidan, xalq adabiyotidan ko'p foydalandim. Romanda uchraydigan maqol tamsillar asosan xalq og'zidan e'lingan. Menda xalq orasidagi ifodalash kuchiga boy so'z jumlalar, maqol tamsillar yozib olingan 4-5 xotira bor. Men ijodiyat jarayonida ulardan muvofiq foydalanaman. Shunga izning tili yenik, xalqqa yaqin, yerlik xususiyatga boy bo'la oladi. Hammadan muhim yana bir nuqta bor. Temir xalipini shu qadar samimiylik bilan yozdimki, ba'zida uni tasvirlab etib, ixtiyorsiz yig'lab ketdim. O'qib berib etib, men yig'lasam, ko'chirib etib, ayolim yig'lagan chaqlarimi bo'ldi. Qisqasi, men ijodiyat jarayonida asar vaqaligining ichiga kirib ketdim. O'zimni xuddi shu davrning odamidekla his qilib, qalam tavratdim. Meningcha, yozuvchi o'zi yozib atgan asarning ichiga hissiyot jihatdan butunlay kirib ketishi lozim. Chunki yozuvchi butun vujudi bilan berilib yozgan asar kitobxonaga ta'sir qila oladi. Izning dunyoga kelishida badiiy to'qilma nihoyatda muhim rol o'ynadi. Bu romanda prototip 70%ni tutsa, badiiy to'qilma 30%ni egallaydi. Masalan, qozoq qizi Aysuluning vaqasi muhim badiiy to'qilmalarning biri. Men bu personajni Uyg'ur, qozoq, Mo'ng'ul qatorliq millatlarning kurash tarixini bir-biriga bog'lash maqsadida yaratdim. Roman nashrdan chiqqandan keyin ba'zi detallarni qisqartirib o'tganimga bakma afsuslandim. Masalan, Temir xalipining ayoli Zo'rixonning beshiga kelgan kulfatlar feodalizm jamiyatidagi ayollarning ichinishliq taqdirini ro'shan gavlandirib beradi. Chunki bu ayolning fojiasi Temir xalipininkidanmi ichinishliq edi. Temir xalipini tasvirlashga ko'p o'rin berish maqsadida Ro'zixon fojiasini yozmagan edim. Hozirmi shuningga qattiq ichinaman. Tarixiy roman ijodiyatida Georgi Zaydan, Vigayan qatorliq yozuvchilar menga eng ko'p yordam berdi. Men bu ustozlardan ko'plagan narsalarni o'rgandim. Savol. O'tkir aka,
Siz hozir o'zingizning qaysi asarlari ustida ishlayapsiz? O'yg'ongan zimin nomliq romaningiz oxirlashay deb qoldimi? Siz uni qachongacha nashrga berib bo'lmoqchisiz? Bu romaningizda qandaq zo'r tarixiy voqealarni aks ettirdingiz? Abdurim O'tkir apandi. Men hozir O'yg'ongan zimin nomliq 3 qismliq tarixiy romanim ustida ishlayapman. Bu roman izning davomi bo'lib, uningda 1931-yildagi Qumul dehqonlari qo'zg'olonidan tortib 3 viloyat inqilobigacha bo'lgan davr tarixiy orqa ko'rinish qilingan. Bu romanning boshqa taraflari iz bilan o'xshib ketadi. Uning bosh qahramoni Xo'janiyaz Hoji qatorliq tarixiy shaxslar. Ah, bonjour. Comment allez-vous? Oui, bien, et vous? Bien, bien, bien. Ouais, bonjour. Ça va? Tu fais des photos? Non, non, je fais une lecture. Ah, Et ben voilà. Bon, Oui, bonne balade. Maşkilen şu kentte yaşaydiganlar davamlı uçuruşup durup yaxshimisiz deb salomlashgan kishilar. Bu romanning birinchi qismi yaqinda nashrdan chiqadi. 1992-yilgacha uning qolgan qismlarini nashrga berib bo'lmoqchiman. Siz adabiyotimizning hozirgi holatidan rozimisiz? Savol. Abdurim O'tkir apandi. Yaqinqi zamonlarda adabiyotimizda zo'r yuksalish bo'ldi. Ozg'ina vaqtning ichida bir munchalagan yirik asarlar maydoniga keldi. Xalq kitob o'qishga kirishdi. Bu cho'ng muvaffaqiyat. Lekin men hozirgi taraqqiyotdan rozi emas. Buning sababi shuki, proza asarlarimiz yanada yuza, yangi tema oz. Bir-birimizni yoki chet elninkini do'rash to'la. Ching'izning muvaffaqiyati yangilik yaratishda, o'ziga xos uslub bilan yozishda bo'ldi deb qarayman. U boshqalar yozolmagan temalarga o'taladi. Boshqalar tegalmagan temalarga tegaladi. Bizmi turmushning nozik taraflariga o'tib baqsaq deyman. Bizda ijtimoiy temalarni, ijtimoiy masalalarni ko'tarib chiqish oz. Bizning yozuvchilarimiz jamiyatning qorong'u taraflariga dodil kirolmayotadi. Masalan, yoshlar tarbiyasi, oila masalasi, kishilar munosabati masalasi bo'libmi, pulning hammaga hokim bo'lish tufaylidan yuz berayotgan hodislarga cheqilish uchun jur'at lozim edi. Lekin bizda jur'at oz bo'layotadi. Ko'rganini yozmasa, jamiyatning taraqqiyotga turtki bo'lmasa, yozuvchi zodi nima qiladi? Hozir bizda ijtimoiy axloq qattiq buzilgan. Buni tuzash butun xalqning vazifasi, bo'libmi yozuvchilarning vazifasi. Yana bir masala, men adabiyot san'atni tovarlashtirishga qo'shilmayman. Uni tovarlashtirganda san'atning qimmati tuvallab ketadi. Chunki u inson ruhi bilan hapilishadigan soha emasmi? Uni pul bilan o'lchasak, qanday bo'ladi? Savol. O'tkir aka, men xilidan beri adabiy obzor ijodiyati bilan shug'ullanib kelyapman. Tarim jurnali tahrir bo'limida ishlagandan buyanmi asosan muhokama va taqriz sahifasiga asar tayyorlab keldim. Jungo yozuvchilar jamiyati Shinjong sho'basi tarafidan o'tkazilgan adabiy ijodiyat, jumladan adabiy tanqidchilik haqidagi ilmiy muhokama yig'inlarigami bir qancha qaytim qatnashdim. Shunga adabiy tanqidchiligimizning hozirgi ahvolidan oz to'la xabarim bor. Bu haqda bir qancha parcha maqolami yozdim. Mening his qilishimcha, yozuvchi shoirlarimiz, san'atkorlarimiz adabiy tanqidchiligimizning hozirgi saviyasidan rozi emas. Sizningcha adabiy tanqidchiligimizning ojizligi qaysi jihatlarda ro'shanroq ifodalanyapti? Uni qanday qilganda unumli yangilab bo'ladi?
Bonjour. Non, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Aucun problème. Bek edeplikə bu haqda. Həmmisi mundaq emas, lekin həmdə. Şundaq görüb, şeydə mağanğanlar hər halda şu bir-birimiz bilan görüşkən vaxtda bonjour deyimiz. Bonjour degan gap fransızca yaxshimisiz degan gap. Davamlaşdıraq. Abdurrahim Ötkür əpəndi. Meningcə ədəbi tənqidçilikimizdə cıq nəticə meydanğa gəldi. Lekin bizning talabimizdan bək jiroq. Muşu obzorchi yo'ldoshlarimiz tortindigu deyman. Chunki ularda maqtashchiqroq, kamchilikni aytish oz. Asarning jon yerini topolmaymiz. Asarning ish qornini yerib kitobxonlarga ko'rsatib bera olmaymiz. Asarning ortiqchiligini, kamchiligini aniq, konkret ko'rsatib bera olmaydigan ahvol xeyli og'ir. Adabiy tanqidchilarimiz ko'pincha asarni yuzaki mulohiza qilish bilan o'tib ketib boradi. Yozuvchilarning obzorchilarga tutgan pozitsiyasi yaxshi emas. Ular obzorchilarni yaqin do'st hisoblamaydi. Tanqidlasa ranjiydi. Shunga obzorchilarning qiynaladigan yeri bor. Halbuki adabiy tanqidning qanchalik rol o'ynaydiganligi rus adabiyoti tarixidan bizga ma'lum. Meningcha Bilnskiy, Chernevishskiy bo'lmagan bo'lsa, Pushkin, Lermontov, Chexov, Tolstoylarmi mundaq yuqori shuhratga ega bo'la olmagan bo'ladi. Bu tanqidchilar yozuvchilarning kamchiliklarini ko'rsatib qolmasdan, balki ularning kitobxonlar to'nib yetalmagan ortiqchiliklarini yoritib bera oladi. Mening umidim shuki, bizning adabiy tanqidchilarimiz asarlarga haqiqiy chin baho berib baqsa, maqtashmi, so'kishmi joyida bo'lsa, asarning teshida aylanib yuradigan, yuzaki mulohiza qiladigan qatmal odatga xotima bersak, asarning ish qornini chuvib ko'rsatadigan, konkret inchga tahlil qiladigan ilmiy tanqidchilik usulini qo'llanib, ijodiyatning taraqqiyotiga haqiqiy turda turtki bo'lsak, shunisi aniqki, adabiy tanqidchi yozuvchining shuhratini oshirdi. Chunki odatdagi kitobxon asarni tanqidchidek tushuna olmaydi. Savol. Sizning she'riyat ijodiyati bilan shug'ullanayotganingizga yerim asrdan eshibdi. Bu jarayonda xalqimizga bir-biridan esil she'rlarni uzluksiz taqdim qilib keldingiz. Shunglashqa xalqimiz sizdan ko'p minnatdor. Ular sizni Uyg'ur hozirgi zamon she'riyatining muhim asoschilaridan biri hisoblaydi. Ataqli shoir Tayibjon Eliyevmi hayot vaqtida sizni ustozim deb alohida hurmatlaydi. Hozir she'r yezib yurgan o'tir yoshliq ham yosh shoirlarning ishidimi sizning ta'siringizga uchramag'anlari nihoyatda oz bo'lsa kerak. Shunlashqa kitobxonlar sizning she'riyat haqidagi qarashlaringizni bilishga bakmi tashna. Sizning she'r to'g'risida hosil qilgan asosli tushuncha ham ta'sirotlaringiz qaysilar? Siz o'zingizning qaysi she'rlarini muvaffaqiyatli chiqqan deb qaraysiz? Abdurrahim Ötkür əpəndi. Men dastlabki chaqlarda qofiyasi, vazni bo'lsa, she'r bo'laverdi deb tushungan. Keyin she'rga nisbatan ehtiyotchan bo'lib ketdim. Borgan seri yuqori talab qo'ydigan bo'ldim. Meningcha biror markaziy fikr, yangi ma'nilik fikr tug'ilmag'icha she'r maydonga kelmaydi. Navoiy, Abdulla To'qay qatorliq shoirlarning eng yaxshi she'rlari mustaqil fikrdan, ma'nilik fikrdan tug'ilgan. Hatto yoshlarning gunga she'rlarigami ma'nilik biror fikr yoshiringan. Mushundaq fikr
yalang'och aytilmay, badiiy mahorat bilan, poetik usul bilan aytilsa, kitobxonga qattiq ta'sir qila oladi. Bu yerda majoziy vositalardan unumli foydalanish nihoyatda muhim. She'rning tili nasriy asarlarning tiliga qaraganda pishiq, ixcham bo'lishi, she'rda birmi ortiq yoki o'rinsiz ishlatilgan so'z bo'lmasligi lozim. Shoir yaşagan real turmushni yuksak darajada aks ettirib berish kerak. Real turmushdan ayrilib qolgan she'rning ahamiyati bo'lmaydi. She'r turmush kartinasila emas, balki kishilarni moddiy hayotdan yuqori darajadagi yuksaklikka boshlaydigan rahnoma. Men she'r turmushdan elinadi, turmush uchun xizmat qiladi deb qarayman. She'r oxirgi hisobda yanala kishilarni tarbiyalaguchi badiiy vosita. Mening she'r haqidagi qarashim she'r va shoir nomli nasrimga cho'nqir singdirilgan. Bizning obdan shoirlarimiz, obdan she'rlarimiz xeyli bor. Lekin she'r hisoblanmaydigan narsalarmi nihoyat ko'p. Meningcha qo'shiq bilan she'r jiq farqlandi. Men o'zimning yaxshi, kerak bo'lsa, Bo'g'da anam, Qashqar kechisi, Ulug' ana, iz qatorliq doston ham she'rlarimni bir qadar muvaffaqiyatli yozilgan bo'lsa kerak deb qarayman. Chunki ularning ko'pi naqshiga aylanib, keng tarqalib ketdi. Men ruboiychilikqa ko'proq ahamiyat berdim va uning bilan ko'proq shug'ullandim. Qarang. Bulbul eytur gulzarimdan ayrima, lochin eytur qanotimni qayrima. Men eyturman biliq suvsiz na qilsin, meni xalqim quchoqidan ayrima. Oltin jam ara may seni qilsa mast, go'zalning ko'zlari qo'zg'atsa havas. Kuning o'tsa olqish va maqtashlar ara, agah bo'l, hayotning bu o'zi emas. Bu ruboiylarimga turmush amaliyoti taqdim qilgan cho'nqur falsafaviy fikrlar singdirilgan. Shunlashqa ularni yaxshi ko'raman. Men bek yaxshi ko'raman bu ikki ruboiyni. Savol. Siz an'ana bilan yangilik yaratishning munosabatini qanday bir taraf qilish kerak deb qaraysiz? Abdurahim O'tkir apandi. An'anaga qat'iy hurmat qilish kerak. Bu cho'qinish emas. Agar an'anani aynan saqlaymiz desak, aksiyatchilik bo'ladi. An'anani inkor qilish, qattiqroq aytganda, jinoyat bo'ladi. Biz faqat an'analarning munavvar tarafidan foydalanib turib, yangilik yaratishimiz lozim. Bizning yaratgan yangiliklarimiz-mu milliy an'ana puruqida bo'lish lozim. Yangilik yaratdik deb chet elning narslarini biraqla ko'chirib kelishga men qarshi. Adabiyotimiz milliy an'ana asosida dodillik bilan yangilik yaratgandila, mamlakat va dunyo sahnasida o'ziga xos o'rin tuta oladi. Savol. Yaqinqi yillardan buyon bir qism yosh avtorlar o'zgacha shaklga ega she'rlarni yozishga boshladi. Sizning bu vaqtga qarashlaringiz qanday? Abdurahim O'tkir apandi. An'ana deganlik qadimki shaklni saqlash deganlik emas. Yangi shakllarni akirishga bo'ladi, lekin har qanday shakl mazmun uchun xizmat qiladi. She'rlar mayli qaysi shaklda yozilmasin, xalq tushunadigan, hech bo'lmaganda bir qism xalq tushunadigan bo'lish lozim. Shoirdan boshqa odam tushunmaydigan she'rlarning nima qimmati bo'lsin? Yer sharini kirpigimga esib elib, quyoshga qarab yig'layman. Keltirilgan misol. Qarang, mushinimi she'r degili bo'lamdi. Yer sharini kirpigimga esib elib, quyoshga qarab yig'layman.
Yeniçi şəkildə yaxşı yazılған şeirlarmı бар. Yakında Qutluk-Qadir degan bir yoshning Tangirtaq jurnaliga besilgan bir ikki parcha she'rini ko'rib qoldim. Uningda an'animi, yengillikmi bor ekan. Meningcha an'ana ham shakl ham mazmunda ifodalandi. Eng oxirgi savol. O'tkir aka, bugun qimmatli vaqtingizni sarf qilib, mening savollarimga intayin astoydillik ham qizg'inlik bilan javob berdingiz. Men bu qitimqi suhbat mazmunini kitobxonlarga aynan yetkazishga tirishiman. Sizlar besib o'tgan jafoliq musofa, sizlar yetildirgan badiiy mahorat va sizlar to'plagan qimmatli tajriba saboqlarini tadqiq qilish bizning kasbiy burchimiz. Bugungi suhbat meni mushundaq tadqiqotning ajoyib esil materiallari bilan ta'minladi. Bugun meni adabiyotimiz besib o'tgan mangu o'chmas ham unutilmas izlar bilan uchrashtirganligingiz uchun sizga alohida rahmat aytaman. Abdurim O'tkir apandi. Ukam, adabiyotimiz besib o'tgan ham jafoliq ham ahamiyatli izlarni yo'ritish biz peshqadamlarning mas'uliyatimiz. Bugun mening sizga deb berganlarim o'zimning ijodiyat yo'li ham tajribalarimni asos qilg'achqa adabiyotimizning ayni chaqlardagi qiyofatini to'liq yo'ritib bera olmaydi. Meningcha yozuvchilar bilan adabiy tanqidchilarning o'zaro suhbati adabiyotimiz uchun intayin foydali. Mana qarang, bugungi suhbat natijasida ikkimizning ko'ngli xiyli ko'tarilib qoldi. Men xuddi yoshlik davrimga qaytgandek bo'lib qoldim. O'tmishni aslab turishning foydasi ko'p. Shunga pat-pat paranglashib turaylik. Mana tugadi. Hürmetli qeyrindaşlar, bu suhbat xotirasini men qancha qitim o'qiganimni bilmayman, lekin har qitim o'qiganimda shunchalik hayajon bilan, shunchalik yoqtirib o'qiyman. Bu qitim sizlarga o'qib berdim, to'liq xursandman. Bu yil Abdurim O'tkir apandi tavalludining 100 yillik xotira kuni. Men kitap o'qish munberdagi barliq qeyrindoshlarga takror shuni tavsiya qilamanki, har xil vositalar orqali marhum shoirimizning, yozuvchimizning bu 100 yillik tavalludini tabriklaylik. Maqolamsa kelar qitimliq kitap o'qish programmamizda ko'rishaylik. Xayr, xo'sh. Quyosh kirib ketgandan keyin havo boshqacha sovuq.